Assalomu alaykum, Secretex obunachilari. Sizlar uchun shok xabar. Manchester City murabbiyi Pep Gvardiola yaqindagina kashf qilgan Abduqodir Husanovni Barselonaga beradimi? Futbol olamida hozir eng ko'p tarqalayotgan savollardan biri Abduqodir Husanov haqiqatdan ham Barselonaga o'tyaptimi? Barselona Gvardiolaning sevimli himoyachisini o'z safiga qo'shib olmoqchi degan gaplar tarqaldi. Bu Abduqodir Husanovmi? Internet portlab ketdi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Husanov Barselona, Gvardiola uni qo'yib yuboryapti degan mish-mishlar tarqaldi. Muxlislar esa hayratda, ishonmayapti, umid ham bor. Lekin to'xtang, bu yerda kichik, muhim detal bor. Bu xabar to'liq haqiqat emas. Haqiqiy nishon kim? Aslida Barselona ko'z tikkan futbolchi boshqa odam va bu Jon Stones, Gvardiolaning ishonchli askari, Manchester City yulduzi va Pep Gvardiolaning eng muhim futbolchilaridan biri. Eng katta shok: ma'lumotlarga ko'ra, Stones yozda klubni tark etishi mumkin. Sababi shartnoma uzaytirilmayapti. U erkin agentga aylanishi mumkin. Bu esa nima degani? Barselona uni tekinga qo'lga kiritishi mumkin. Bu esa haqiqiy transfer va jekpot. Nima uchun Stones? Sabablariga ko'ra juda aniq. Tajriba, g'olib mentalitet va taktik moslik. U himoyachi va yarim himoyachi rolini birlashtira oladi. Shu jumladan yana bir savol: Abduqodir Husanov nima bo'ldi? Endi eng qiziq joyi: Abduqodir Husanov haqidagi xabarlar hozircha faqat mish-mish. Pep Gvardiola Abduqodir Husanovni osonlikcha qo'yib yubormaydi, chunki uni yaqinda kashf qildi va uning sevimli himoyachisi. Lekin bu uning potensial yo'q degani emas. Kelajakdachi? Abduqodir Husanov hali juda yosh, rivojlanmoqda va katta klublar radarida bo'lishi mumkin. Demak, xulosa: Barselona hozircha Husanovni emas, balki Stonesni nishonga olgan. Lekin futbol olamida hamma narsa tez o'zgaradi. Erta nima bo'ladi? Husanov ham katta transfer qilishi mumkin, yoki bu mish-mishlar yana qaytishi mumkin. Endi navbat sizga. Siz nima deb o'ylaysiz? Husanov Barselona darajasidami yoki hali erta? Fikringizni kommentariyada albatta yozing. Agar siz ham futbol olamidagi eng issiq transferlar, insayder ma'lumotlar va hammadan oldin chiqadigan shok xabarlarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, Secretex kanaliga hoziroq obuna bo'ling. Chunki bu yerda mish-mish ham chiqadi, haqiqat ham ochiladi va siz hammadan oldin bilasiz. Har bir komment biz uchun juda muhim. Biz albatta javob beramiz. Kanal rivoji aynan siz bilan. Obuna bo'ling va o'z hissangizni qo'shing. Ma'lumot uchun, Jon Stones Manchester City safida jami 293 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 19 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmani amalga oshirgan. U Gvardiola jamoasining ko'plab sovrinlarini, jumladan treblni qo'lga kiritishda asosiy rollardan birini o'ynagan edi.